Turkiyadagi bir kunimga xush kelibsiz. Qiyinchilikni sevadigan yana o'sha men haftani ertalab va nihoyat rejimimni to'g'rilab 5:30da uyg'onib, ibodatlarimni qilib kunni boshlab oldim. Erimni formalarini taxlab, u kishini ham ishga kuzatib qo'ydim. Kechadan qolgan bardakni yig'ishtirib, bolalarni uyg'otdim. Muhammad Yusufning maktab sumkalarini tayyorladim. Bolalarni kiyintirib maktabga yo'l oldik. Uyga qaytib kelib, har doimgidek qizim bilan nonushta qilib vaqt o'tkazdik. Bilasizmi nima? Kir yuvadigan mashinaga til kirsa, bezor bo'ldim deb aytsa kerak. Xudo bergan kuni kerak bo'lsa 2 martalab kir yuvadi. O'zim ham hayron qolaman. Qayerdan buncha kir chiqadi? Ayrim payt uylarning ishini qilayotganimda o'zim bilan gaplashib jinni bo'lyapmanmi deb o'ylayman. Sizda ham shunaqa bo'ladimi? Keyin o'zingga kel stora deb 1, 2, 3 chiroyli bo'lib oldim. Meni stress osonlikcha yenga olmaydi. Bu kunlar ham o'tib ketadi deb o'zimga motivatsiya berib, o'g'limni maktabdan olib keldim. Kechki ovqatga o'tib ketdim. Kuni kecha erim meni ayblab, dam olish kunlari yaxshi ovqat qilmaysan deganlaridan so'ng xonim pishirdim. To'g'risi, shu dam olish kunlarida erimga muhabbatim kuchliligidanmi yoki u kishi dam olayotganlarni ko'rib meni bir joyim kuyishidanmi? Ish qilgim kelmaydi-da. Bilaman, bitta men shunaqa emasman. Menga o'xshaydiganlardan komment va obuna kutib qolaman. Görüşürüz.